Zamonaviy insonni mantig'i juda g'alati. Gap tabiiy qo'shimchalar haqida ketsa, darrov so'raydi. Bu xavfsiz emasmi, nojo'ya ta'siri yo'qmi? Lekin shu odamlarning o'zi antibiotiklarni hech qanday qo'rquvsiz qabul qiladi. Vaholanki, antibiotiklar nafaqat zararli, balki foydali bakteriyalarni ham yo'q qiladi. O'ylab o'tirmasdan gormonlarga rozi bo'lishadi, yillab og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yuradi. Kasallik ancha kuchayib ketganda esa operatsiya stoliga qo'rqmasdan yotadi. Biror bir a'zosini o'ldirishga ham tayyor bo'ladi. Qiziq holat shunda emasmi? Organizm har kuni foydalanadigan tabiiy moddalardan qo'rqamiz. Lekin kuchli dorilardan, operatsiyalardan, qaytarib bo'lmaydigan aralashuvlardan qo'rqmaymiz. Hech kim ertalab uyg'onib, men o't pufagimni o'ldirmoqchiman yoki sun'iy bo'g'im qo'ydirmoqchiman yoki men umr bo'yi dorilarga qaram bo'lib yashamoqchiman deb orzu qilmaydi. Lekin ko'pchilik aynan shu nuqtaga kelib qoladi. Chunki yillar davomida profilaktikani, organizmni tiklashni e'tiborsiz qoldiradi. Salomatlik bir kunda yo'qolmaydi. Boshda charchoq, keyin yallig'lanish, so'ng og'riq va oxirida tashxis. Savol shunday emaski, siz salomatligingiz bilan shug'ullanasizmi yoki yo'q? Savol shundaki, qachon boshlaysiz? Hozir organizmga hali yordam berish mumkin bo'lgan vaqtdami yoki radikal davolash qolgandami? Izohda sog'liq deb yozing. Men sizga organizmni tiklash nimadan boshlash kerakligini tushuntirib beraman.